alaykum do'stlar, hurmatli obunachilar. Biz navbatdagi obyektimizni bitirdik. Bu obyektimiz Navoiy viloyati Xatirchi tumanida. Bu yerda 50 kilovat 10 grid quyosh sistemasini, ya'ni stansiyasini o'rnatib berdik. Hozir ko'rib turishlaringiz mumkin panellarimiz joylashuvini. Bu panellarimiz Haymi X10 panellarni, ya'ni o'sha mashhur bo'layotgan bozorda simlari orqa tomondan yurgan panellar, ya'ni soyalanishga qarshi texnologiya ega. Hop, panellarimizni ikki qator qilib joylashtirib berdik. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Joyimiz chegaralangan, shuncha panelni joylashtirish uchun shu usulni qo'lladik. Graduslar ham yomon emas. 25 gradusda qo'yib berdik. Endi 30 bo'lmasa ham 25 gradusda qo'yib berdik. Sababi 30 gradusda qo'ysak, bu anaqamizda shamolga anchagina mustahkamlik yo'qolib qoladi. Shuncha 25 gradus qo'yib berdik. Bu 25 gradusda ham o'sha effektini beraveradi. Ko'rib turishlaringiz mumkin. Agar sizga ham bizning xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Olib borib o'rnatib ishga tushirib beramiz. Bizga bemalol murojaat qiling. Agar fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib ketsangiz, hammasiga javob berishga harakat qilamiz. Like bosing, podpiska bo'lmagan bo'lsangiz, podpiska bosib keting. Xayr, sog' salomat bo'ling.